Assalomu alaykum, ahli qo'randalar. Mana biz kechki ijodlarni boshladik. Kelaverasizlar. Kusko'ylarimiz mana sveji, viriskada. G'oz go'shi, tovuq go'shi. Baliq, dengiz baliqlaridan ham bor ekan mana qo'y yog'i. Achchiq qiyma qoladiganlarga achchiq qiymamiz ham chiqdi mana. Shashlarimiz xilidan bor. Hormen endi aka. Olyapsiz-a? Shashlar bo'lyapti. Gap yo'q, mana cho'g'larni ham marosa tayyorlab qo'yibsiz aka. Akalar chek shashlik, ahli qo'randalar mana orientir. Baqa Quvasoyni yo'li. Quvasoyga chiqib ketish. Quvasoy GAI bag'da Ko'klon tomonga kirib ketish. Svetofordan 50 metr o'tganda shashlik xona mana, chek shashlik. Akalar, obed vaqtida ham kelaveramiz, obedda ovqatlarimiz ham bo'ladi. Ertalab soat 7 ga osh, lag'mon, chuchvara, ko'cha, mastava, sho'rva ovqatlarimiz tayyor bo'ladi. Manaqa barbekyu mangallarda ana tabakalarimiz ham pishyapti. Faqat xo'rozlari olma, makoni yo'q ichida, faqat xo'rozni pishiramiz. Ana akalar, kelaveramiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.